Sahar oldida qaynonamnikiga yo'l oldim. Qalingina kiyinib, chunki ertalab juda ham sovuq bo'ladi. Lekin ko'chada hech kim yo'q. Qo'rqaman deb o'ylagandim. Ko'chaga shunday chiqib qarasam, hamma ko'chada. Koreyada hech kim uxlamaydi. 5 ta chiqsangiz ham odam bor, 4 ta chiqsangiz ham odam bor, 6 ta chiqsangiz ham odam bor. Ana svetofordan o'tyapman, faqat mashina yo'q. Kunduz kungidek mashinalar yo'q. Kam bor mana bu tarafda. Bitta, ikkita o'tib qaytyapti, lekin qo'rqinchli emas. Ko'chalar juda ham yorug'. Hech narsadan qo'rqmasa ham bo'laveradi. Oldin kimchi qilganimizda bunaqa ertalab saharda bormasdim. Tong otgandan keyin borardim. Chunki unda qaynatam bordi. Qaynonamga yordam berar edilar. Hozir qaynotam yo'q, bilasizlar, ajilni yashashadi. Shuning uchun juda ham og'ir kimchini, ya'ni karomni tuzlab qo'ydik. Uni yuvish kerak. Shuncha kechaga olib kelgan hamma karomlarimizni bitta yuvishimiz kerak. Qaynonam juda ham qiynaladilar. Ham endi sog'liklari ham ko'tarmaydi. Shuning uchun sahardan uyg'onib, o'zlariga ham aytmadim hali, saharda kelaman demagandim. Gapiradilar, chunki ruxsat bermaydilar. Daminga olib, keyin tong otgandan keyin kelaver deydilar, baribir odamni ko'ngli bo'lmaydi. Shuning uchun indamasdan qaynonamga kelyapman hozir. Meni ko'rib hayron qolsalar kerak, saharda nima qilib yurgan ekan bu deb. Urdilar. Do'konlar ham hamma joylar. Hech kim yo'q ha. Qaynonam mahallasiga keldim. Bu yoqda hech kim yo'q. Bizlar mahallada hech kim uxlamaydi. Hamma aylanib yurgandi, bu yoqda hech kim yo'q. Lekin ko'chada qo'rqmasa ham bo'laveradi. Hamma joy yorug' juda ham.